Qora olxo'rining foydali ekanligini juda ko'pchilik eshitgan bo'lsa kerak. Xo'sh, uning qanday foydali xususiyatlari bor? Qora olxo'ri ichni yumshatadi, chunki unda ko'p miqdorda kletchatka mavjud. U oshqozon ichak trakti ishini tartibga solishga yordam beradi. Qabziyatni davolashning eng oson yo'li kechqurun qora olxo'rini qaynagan suvda ivitib qo'yish, ertalab tindirmani ichib mevalarni yeyish. Qora olxo'ri ozishga yordam beradi. Buning uchun bir kunda atigi 5 ta quruq meva yeyish kifoya. Teri ko'rinishi ancha yaxshilanganini, ortiqcha kilogrammlar yo'qolayotganini sezasiz. Tarkibida A vitamini ko'p bo'lgani bois ko'rish qobiliyatini yaxshilaydi. Ma'lumki, A vitamini ko'rishga javobgar. Ko'rish bilan bog'liq muammolari bor odamlar buni inobatga olishlari kerak. Onkologik kasalliklarning oldini olishda foydali sanaladi. Yurak faoliyatiga va gipertoniklarga yordam beradi. Yoshartiruvchi va immunitetni mustahkamlovchi xususiyatga ega. Qora olxo'ri vositasida qadoqlardan xalos bo'lish mumkin. Zamonaviy tibbiyot bu meva yordamida oshqozon ichak trakti, jigar, buyraklar, yurak kasalliklarini davolashni tavsiya etadi. Ammo uning ham qarshi ko'rsatmalari borligini unutmaslik lozim. Eng avvalo, bu quruq meva ko'p miqdorda semizlik va diabetdan aziyat chekadiganlarga mumkin emas. Emizadigan onalar ham uni yemaganlari ma'qul, chunki go'daklarda oshqozon ishi buzilishi, sanchiqlar bo'lishi ehtimoldan xoli emas. Tavsiyalarimizga amal qiling va shifokorlar bilan har qanday tavsiyani maslahatlashib oling.